Men vahima qilmayapman deydi. Vahima qilmayapman. Agar biz hozirdan harakat qilmasak, bu asr insoniyat uchun oxirgisi bo'lishi mumkin deydi. Yevropa Ittifoqi, O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi, O'zbekiston suv resurslaridan foydalanish suvchi jamoat birlashmasi hamda Yevropa komissiyasi kichik va o'rta korxonalar uyushmalarining Yevropa konfederatsiyasi tomonidan mahalliy hokimiyat vakillari, qishloq faollari, manfaatdor mahalliy mutaxassislar va ularning guruhlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, viloyatlar irrigatsiya tizimlari havza boshqarmalari mutaxassislari, suv foydalanuvchilar uyushmalari hamda boshqalar uchun ekologiya va suv resurslari bo'yicha davlat xususiy muloqotlari orqali O'zbekistonda yashil kun tartibini rivojlantirish granti asosida seminar treninglar o'tkazilmoqda. Bu seminar o'qishlarning asosiy maqsadi davlat tashkilotlari va nodavlat tashkilotlar o'rtasida mana shu suv resurslari bo'yicha xalqaro, mintaqaviy hamda milliy qonunlarni, konvensiyalarni tahlil qilishdan iboratdir. Endi bu seminar o'qishlarda asosan suv xo'jaligi xodimlari, ekologlar, yoshlar tashkiloti, fermerlar, suv iste'molchilar uyushmalari va boshqa tashkilotlarning xodimlari qatnashadi. Yevropa Ittifoqining asosiy maqsadi mana shu xohlagan vaqtda mana shu ekspertlarni har xil mana shu tadbirlarga jalb qilib, ommani mana shu suv masalalari bo'yicha xabardorligini oshirishdan iboratdir. Ushbu tadbirda loyiha mutaxassislari seminar ishtirokchilariga suv hayot sharbati, ekologiya va suv resurslari, transchegaraviy suv manbalariga doir xalqaro konvensiyalar, qishloq xo'jaligida suv tejovchi texnologiyalar hamda hududda suv resurslarini boshqarish muammolari bilan bog'liq holatlar yuzasidan ma'lumotlar taqdim etishdi. Ma'lumotlarda iqlim o'zgarishi bilan suv resurslarini kamayishi va ushbu jarayonlarga qishloq xo'jaligini hamda aholini moslashtirish masalalari ham keltirilgan. Xususan bizni mamlakatimizda oladigan bo'lsak, agar tog'lardagi suvlar, abadiy muzliklar va qorlar erib ketadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Demak, yoz mobaynida bizni suv bilan ta'minlab turadigan daryolarimizda suvlar kamayib ketadi degani bu. Bu masala o'ta dolzarb masala, hayot-mamot masalasiga aylandi. Suv bu hayot sharbati nomli prezentatsiyada yer yuzidagi umumiy suv resurslari va ichimlik suvi, yer yuzi aholisining o'sish dinamikasi va suv bilan ta'minlanganligi, Markaziy Osiyo mamlakatlarida global iqlim o'zgarishi natijasida temperaturaning ko'tarilishi hamda uning Botrud, Zarafshon va Abramova muzliklarining kamayishiga ta'siri, yer yuzi mamlakatlari bo'yicha suv resurslarining taqsimlanishi va kishi jon boshiga to'g'ri keladigan suv miqdori, O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyot sohalari bo'yicha 2008 va 2012 yillarda suv resurslarining taqsimlanish dinamikasi, iqlim o'zgarishi va suv resurslarining kamayishiga aholini moslashtirish tadbirlari to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Ну, мы очень рады, что мы можем делать вот этот проект с Сувчи и Суавма здесь, в Узбекистане. В 5 регионах, уже было сказано, Наманган, Фергана, Андиджан, Сухандария и Чизах. Значит, в этих 5 регионах мы будем работать. Tadbirning ikkinchi kunida yuqoridagi berilgan ma'lumotlarni mustahkamlash, ularni hozirgi kunda qanday darajada amalga oshirilayotganini namoyish etish maqsadida Suvchilar maktabining tajriba maydonida dala seminar treningi o'tkazildi. Unda barcha suv o'lchash va tejash texnologiyalarini trening qatnashchilariga namoyish qilindi. Tadbir davomida loyiha mutaxassislariga tadbir ishtirokchilari, tadbirni yoritishga kelgan jurnalistlar tomonidan mavzular doirasida ko'plab savollar berildi va savollarga qoniqarli javoblar qaytarildi. Ishtirokchilarning mavzular bo'yicha fikrlari tinglandi. Shu kunda mana Namangan viloyatida suv muammolari bo'yicha seminar trening o'tkazyapmiz. Bularda juda ko'p har xil qatlamdagi insonlar, fermerlar, yoshlar, suvchilar, mahalliy hokimiyatlari va boshqa ekologlar, boshqa turdagi insonlar shu yerda qatnashib, shu kunlardagi bizda bo'lgan dolzarb muammolardan birimiz suvimizni tejab ishlatishimiz, ularni aholiga kerakli miqdorda yetkazib berishimizni o'rganib va ularni kelajakda qanday ishlatilishi mumkin bo'lganligi bo'yicha ma'lumotlar olishdi. Сейчас Сувчи мы делали семинар здесь на Мангане.
они говорили про вот эти тематики, про, про те шаги, которые нужно делать. Я очень доволен, что много людей участвовали, что у нас есть сейчас хорошая экскурсия. И мы продолжаем еще до июля месяца следующего года. И у нас будет очень успешный проект здесь, в Ferganskiy долине, Jizzax и Surxondaryo. Tadbir ishtirokchilaridan berilgan ma'lumotlardan foydalangan holda o'zlarining bundan keyingi faoliyatlarida bu masalalarni aholi ongiga yanada ko'proq singdirishga alohida e'tibor qaratish kerakligini ta'kidlandi.